Birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar deganlaridek svet o'chib qolishiga qaramasdan lag'mon qilishni boshladik. Qo'rma deysizlarmi? Yo'q, qo'rma emas. Sho'rvali, qaynatma lag'mon. Lekin lag'monni tayyorini oldik. Turuplarni, kartoshkalarni, go'shtlarni solib, yaxshilab qovurib, hammasini aralashtirib, chesnoni solib, chesno boshqacha mazza beradi. Uni ham yaxshilab qovurib aralashtirdim. Ketidan keyin svetofor nomli bolgarskiy karam hamda karam ham koreyskiy karam. Hammasini aralashtirib oldim. Jigarla ketma-ket aralashtirib, tuzlarni qo'shib, norma qilib, ketidan ham janduni solib, janduni ham yaxshilab aralashtirdim. Voy, sochni bo'ldi bu ham bor-ku. Keyin ketidan qovurib bo'lgandan keyin yaxshilab qarab, nazar solib, suv soldim. Suvni yaxshilab aralashtirdim, tuzlarni ko'rdim, chotki chiqibdi. 40 minut qaynab chiqqandan keyin sekin suzishni boshladik. Lag'monlarni zakatobga qilib qo'ydik. Tastirset suzib, suvli qilib, sochni qildik yana jigarlar. Jamoa bo'lib, hamma mana shu videoda ko'rayotganlarni qo'li teggan bo'ldi. Bitta o'zim qildim demayman. Ular aslida o'z zakatobkani qilib berishdi, men bo'lsam qovurib solib, ovqat pishirib, suzdim. Hammamiz mazza qilib yedik. Rosa shirin chiqdi. Yaqinlar bilan shunaqa lag'mon qilib tursa ham bo'lar ekan, jigarlar. Faqat osh qozon kabob qilmasdan. Tavsiya beraman. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. 5-6 kishi yig'ilib ham qilib olsanglar, ancha arzon tushar ekan. Joningiz sog' bo'lsin.